aniq bilaman shayton oldingizda turibdi hozir. Videoni ko'rsattirmaydi ham oxirigacha, like ham bostirmaydi, yaqinlariga jo'nattirmaydi ham va ihson ham qildirmaydi. Nimaga? Shaytonning birgina niyati yetimni uyi bitmasin, odamlar zalolatga ketsin, oyat hadisga tushib qolmasin, bular savob olib qolmasin deydi. Lekin Rahmon aytadi, yaxshi ishga sherik bo'lgan deydi. Ihsonning mukofoti ihson deydi. Qani ko'ramiz, kim Rahmonning gapiga kiradi, kim shaytonning gapiga kiradi. Hammani o'zi qo'lida turibdi. Yetim uchun 10 ming so'm ihson qiling, qiyomat kuni savol javob paytingizda bitta yuqurganlik hisobini oling. Bu nima uchun aytyapman? Dunyo kalkulyatorida 10 ming ihson qilsangiz cho'ntagingizga ziyondir. Lekin Alloh taoloning kalkulyatorida bu hisobsiz hisoblar beriladi. Yetim uchun. Kimga ihson qilyapsiz yetimga? Nechta yetimga? Bitta emas, ikkita emas, 6 ta yetimga ihson qilyapsiz. Azizlar, nima uchun 10 ming so'm deyapman? Mana shu uyimiz bitishi ham 10 ming so'mga bo'lyapti. Istayashganimiz ham, eshik-rom ham, usta haqlari ham 10 ming so'm bo'lyapti. Kim uchun? Siz uchun 10 ming so'm. Lekin aslida katta summalar ketyapti, millionlar sarflayapmiz. 2025-yil 22-iyun sanasida turibmiz. Ihson qiling, mana shu oyda oxiriga bitkazishni reja qilib turibmiz. Ozgincha puldan muammo bo'lyapti. Mana shu narsada qo'llab-quvvatlab turinglar, kartalaringni ihson qilinglar, qiyomat kuni ko'plab ajrlar olasizlar. Bu men uchun demayapman, yetim uchun so'rayapman sizlar. Ertaga ijtimoiy tarmoqda ko'rib turganligingiz uchun ham so'ralishingiz mumkin. Hozirgi zamonda kartam yo'q, 10 ming so'mim yo'q deydigan odam yo'q. Qizg'onmanglar. 10 ming so'm uchunlar shu darajaga keldik. Uy qurib oldik 10 ming so'mga. 10 ming so'mga nima beradi o'zi aslida? Biz yalinishligimiz ham bejiz bas. Azizlar, yordamchi bo'linglar. Hech bo'lmasa pullaring yo'qdir, mayli. Shu videoda 10 ta, 15 ta ko'plab odamlarga tarqatib tashlaylarki, shu ham ihson. Balki siz sabab kimdir pul tushirib qolsa ham sizga ajr bor. Boya aytganimdek Alloh taoloning kalkulyatori mana shunday ishlaydi. Biz hisobini bilolmaymiz. Rahmat sizlarga. Ko'rganda ko'rishguncha salomat bo'ling.